Bu yatmışada bir bağban muşu mevilik bağlardaki daraxtlarni o'g'itlagan vaqtimizda hammasini qirib qo'yib birli o'lchamda o'g'itlaymizmi yoki farqli o'g'itlaymizmi? Masalan, buning ichida andaq cho'ng daraxtlar bor, bundaq ushoq daraxtlar bor. Mushuning hammasi bir xil o'lchamda o'g'itlaymizmi, qanday qilamiz degan savolni so'ragan. Haqiqatan hamma odamlarning beg'ida bor bundaq. Bag'da cho'ng daraxt, kichik daraxtning bo'lib qolishi bu tabiiy ahvol saqlangan bo'lmaydi. Daraxtlarimiz qurib turganda izg'i turliqlab tikib turamiz. Endi mushu kichik cho'ng bo'lgan vaqtda cho'ng jihatdan asosiy o'tmagan vaqtimizda yoki bo'lmasa birinchi qatimliq, ikkinchi qatimliq, uchinchi qatimliq umumiy o'g'itlagan vaqtimizda o'xshash o'g'itlaymiz. Shu o'xshash o'g'itlash asosida anadagi kichik daraxtlarga har qatim suv qo'yishdan burun bir qatim oz miqdorda o'g'itlab qolib turamiz. Cho'nglarni shu o'lcham bo'yicha yilda asosiy o'g'itlam qo'shganda 2 qatimdan 3 qatimgacha yoki 3 qatimdan 4 qatimgacha bog'ninki tuproqning unumdorligining yuqori tuvan bo'lishi, daraxtlarimizning o'z sholitinki kuchlik o'tiral bo'lishi, oning asosan bekitib 3 qatimdan 4 qatimgacha o'g'itlasak, endi bu kichiklarga nisbatan aytganda har qatim suv qo'yganda oz miqdorda, har qatim ozroq o'g'it berib qo'yamiz bunga ximiylik o'g'it. Buning bilan bu daraxtninki o'sishi tezroq bo'lib, bu cho'ng daraxtlarga yetishib olish, ondan keyin baldiroq daraxt qurilishi shakllanish bu jihatda muhim rol o'ynaydi. Ham buni men o'xshash bag'ni o'xshash o'g'itdan deb buni har qatimda 300 gramdan 3 qatim berib qo'yib, qoldi vaqtda karimiz bo'lmasa, yana cho'nglar bag'ancha cho'ng bo'lib ketib, kichiklari buni yetishmay, yana bu kichik cho'ng bo'lib qoladigan bag'ning qiyofati deymiz, daraxtlarning qiyofati. Hanzurchima yuan shang deydi hamda bag'ning qiyofati. Shunga gavdiguydak birisi egiz, birisi pakab qolsa-mu, bog' mahsulotininki muqim bo'lishiga ta'sir etuvchi kichik daraxtni yig'ib aytganda cho'ng jihatdan ko'p qatim oz miqdorda o'g'itlab turamiz.